Hammaga salom. Bizada Telegram podarkalar bo'yicha video. То есть qanday вообще bu yerda pul ishlash mumkin? Endi videoni jat yozib tashlamoqchi emasman, chunki variantlar juda ko'p. Вообще ko'p. Shuning uchun hozir qisqagina video qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa, yozaveringlar kommentlarda, поддержка, like, tudim hammasini qilinglar, чтобы men bilay. Полностью bosamiz. Xo'p, ketdik. Bu birinchidan. Masalan, просто popularni 3 ta marketni ochaylik. Hozir ikkitasini mayli ochamiz. Bu birinchisi MRKT, ikkinchisi Portals. Endi boshida vaqtida shunday ham bo'lgan. Hozir endi jamasi bu. Endi hozir salgina tushgan. Prime vaqtlardan to'g'ri ishlayapti. Uzoq qilsa bo'ladi. Xo'p, endi sizlarga ko'p vaqtlar olmayman, lekin просто на примере aytaman. Masalan, mana bu spetsialniy mana shu nima deydi? Voodoo dollni ochib qo'yganman. O'zini narxi hammasini deydi, Flor eng yaxshi любой modeliga 19 dondan boshlanadi, lekin именно mana shunaqa model mana ko'ryapsizlar 21, bu yerda 22 turibdi. Men esa yaqinda buni 25 tonga ketganimizda sotganman, mana ko'rsanglar bo'ladi. O'zim sotganman. Yaqinda mana buni ham sotdim. Narxini qaranglar, mana Lolpop. Endi-da bu yerda monoxromroq, ko'ryapsizlar, salkam 3 tonga. Endi monoxrom bu. Monoxrom nima bilmasanglar, bu foni bilan modelni rangi qo'shilib ketsa, bir xil bo'lsa, monoxrom hisoblanadi. Xo'p, dальше. Bu yerda endi kimsan san, nima qilsan san deb aytishlaringiz mumkin. Shuning uchun salgina birinchi tanishtiray. Mana kanalcha ochib qo'ydik. O'qib chiqsanglar bo'ladi hammasini. Уже allaqachon o'qib chiqishlaringiz kerak edi, по сути, mana bu narsalarni hammasini. Xo'p, bizda nimalar? Birinchisi market. Endi bu yerda o'zlaringiz nima xohlasanglar, o'zlaringiz sotasizlar. Xohlasanglar даже o'zlaringizni xizmatlaringizni sotsanglar ham bo'ladi. Dальше. Endi bu yerda project bu полностью sizlar uchun просто anaqa qo'yilgan, tushuntirish uchun. Store. Endi bu yerda bizani do'konimiz, bizani magazinimiz. Bu yerda faqat bizlar giftlar sotamiz, username, stikerlar. Endi DNSlarni mayli tushuntirmay, hozir ko'p gapirmay. Agar qiziq bo'lsa, yozaverasizlar, qilaveramiz. Dальше. Servis. Endi bu yerda bizani xizmatlarimiz. Dars, UZT, premium, garant va hokazo. Bizani kanalcha, lekin hozircha bu maydagina, endi o'zimiznikilar bu yerda. Xo'p, endi rus tilida hozircha, endi ko'rasizlar, o'zbek tilidan dahshat emas bilan gapirishim. O'zbek tilidan перевод qilamiz, problema emas. Xo'p, endi temaga qaytsak, kimsan san, nima qilsan desanglar, sizlarga mana oddiy misol, sizlarga bitta profilni ko'rsataman, bo'ldi. Mana, просто объемni ko'rsanglar, mana ko'rasizlar, 1,5 ming ton объем. Объем degani bu oldi-sotdi qilingan narsalarni общий anaqa hajmi. Bu bitta tunnelda, tunnel уже o'lgan market. Boshqalarni hali ko'rsatganim yo'q. Bu yerda hali MRKT bor. Bu yerda hali Portal bor. Get Games bor. Короче, bu yerda o'zida ham bir nechta akkauntlar bor. Men hozir vaqt olmoqchi emasman. Lekin sразу aytaman, soqqali tema. Bu yerda masalan giftlarni arendaga berish mumkin. Realniy tema. Giftlarni masalan sizlarga ko'rsatay. O'zimni akaxonni profilini ochaylik. Hop, mana username-larni ham, kстати, sotamiz. Mana bu yerda qo'yganman. Qani edi? Hop, mana profilga kiramiz. Mana xo'jayin. Endi u hozircha nomga qo'yib qo'yganman. Atak oladiganlar bo'lsa bemalol. Endi xo'jayinni baribir namay. Mayli, ketdik dальше. Giftlar masalan deydi. Mana profildagi giftlar. Mana bunaqa masalan giftlarni odamlar даже arendaga ham olishadi. Bu narxini qaranglar. Salkam 4 million so'm turibdi. Endi-da o'zini narxi sal arzonroq. Yodimman. Lekin bu raqamni o'ziga odamlar o'zi arendaga olishadi. O'zi arendaga bergan giftlarim juda ko'p, lekin men sizlarga ko'rsatib, odamlarning profilini bu yerda ko'rsatmoqchi emasman, lekin juda ko'p giftlarni bergan ekan. Xo'p, yana qanaqa variant? Mana bunaqa kolleksiyalarga qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana qaranglar. Bitta podrat va mana 3 ta podrat. Endi yana bitta gift qo'ysam, endi podrat turadi. Hozir endi bitta gift kamlik qilibdi, shunga shunaqa bo'lgan. Kolleksiya bilan ham sotsanglar bo'ladi. Kolleksiyada уже qimmatroq ketadi. Kolleksionerlar ishonasizlarmi yo'qmi? Realno ular pul berishga tayyor. Beraveradi ularga. Farqi yo'q. 20 tonga ishonasizlarmi yo'qmi? Roz olgandim. Hozir topsam ko'rsataman. Xo'p, mana bu yerda mana bu botimiz bor, o'zi topib beradigan. Xo'p, bu yerda hozir Eternal Rose. Siz ko'rasizlar qanaqa giftni va qanaqa narxga sotganini mana. Endi yaxshi variant, yo'q demayman. Xo'p, fonda bizada hozir
Midnight mana Midnight ketdi mana. Mana. Maniki ko'ryapsizlar. Mana shu maniki. Men o'zim sotganman. Bundan bitta ko'ryapsizlar, mana ko'ryapsizlar. Mana bitta. Ko'ryapsizlar, mana bir dona o'zi bunaqadan. Chunki xuddi mana shunaqa rozani, xuddi mana shunaqa modeli, masalan, boshqa fonlarni ko'rsang, deylu, qora fon deylu, masalan. Ulardan ko'p mana. 5 dona qora fonlar. 5 ta. Ko'ryapsizlar, mana. Bitta ko'rsatayım, mana qop-qora fon. Endi qora fon sразу aytaman, bular qimmat. Bular 200 so'mdan qimmat turadi, konkretno. Ancha qimmat giftlar. Lekin men o'zimnikini endi qaranglar, bu top 1 fon. Qora fon. Mana top 1 fon. Keyin top 2 fon, endi yaxshi fon deb, ikkinchisi bizada Onyx. Qani u Onyx Black? Mana Onyx Black ketdi. Bu yerda o'sha qaranglar 7 ta. Mana, o'sha bilaman-da, o'sha naizuz bilaman, shuning uchun o'sha qaramasam aytaveraman, mana 7 ta. O'sha bu ham qaranglar, bu qoraga yaqin, lekin chotki bilan dahshat emasda, chisti qora emas, shuning uchun narxi salgina arzonroq. Lekin ko'ryapsizlar, bundan ham ko'p. Endi mani fonim именно bu gift uchun top 3 hisoblanadi. Chunki bu yerda gunmetal yo'q. Gunmetal o'zi boshqa giftlarda, yangi chiqqan giftlarda gunmetal degan fon bor. U o'zi 3-o'rin hisoblanadi. Mani fonim u yerda Midnight Blue, u yerda o'zi 4-chi hisoblanadi. Bu yerda lekin o'zi mani именно bu rozada mani fonim, то есть Midnight Blue 3-o'rinli hisoblanadi. Ko'ryapsizlar, u bitta o'zi. Adashmasam ikkinchisi ham chiqqandi. Lekin u qayerdan olingan, bu yerda ko'rsatilmayapti пока что. Неважно. Mana shuni sizlarga savol, nech pulga sotdim deb o'ylaysizlar? Mana shu. То есть kelinglar narxini ko'ringlar. Nech pul ekan? Hop. Model. Mana o'zi chiqdi, birinchi. Qaranglar. Как раз qaranglar. Mana shu narsani men ishonasizlarmi, 1,5 yil, shunaqa 1,5 yil oldin как раз men 20 tonlarga oluvdim. Bu ham o'sha Git Games'dan oluvdim. Lekin bu profilimda emas. U ikkinchi profilimda, u yerda ham o'sha katta ob'yom bo'lgan, o'sha profilda. Bu yerda emas. Xo'p, как раз mana shu 20 tonlarga oluvdim-da. Bu yerda hozir oddiy fonlar, musor fonlar 22 ton, 22,5 ton turibdi. Endi mayli, yana bitta marketdan qidiringlar, mana bu yerdan ham qidiringlar. Endi что более-менее yaxshiroq bo'lishi uchun. Mana bu yerda ham shu narsa ekan, mana bir xil. Plus minus bir xil. 22 deb hisoblanglar, tamom. Plus minus bir xil. Endi sizlarga savol. Mana shu narsani, mayli xo'p, kelinglar sizga bir boshqa ranglarni ham ko'rsataylik. Mana qora fon masalan. Mana endi 200, endi 300 deb slishkim, endi salkam 400 bu yerda slishkim, lekin 300 larga topsa bo'ladi, bemalol. Hop, bitta Onyxni ham sizlarga ko'rsatamiz. Ну, да, o'zi shunaqa. Endi 125 ham emas-u, 100 dan sal past. Deydi bu, 100 dan sal past. Endi sizlarga savol. Men o'zimnikini qidirmayman bu yerda, chunki meniki o'zi yo'q, chunki o'zi uni bitta. Mana sizlarga ko'rsatamiz, mana o'zi bitta o'zi bo'lsa, u meniki mana shu narsa, men yaqinda sotuvdim. Nech pulga sotdim deb o'ylaysizlar? Ishonasizlar yo'qmi, mana shu narsani endi hozirgi narxi bilan salkam 100 tonga sotuvdim mana shu narsani. Endi bu vaqtda ishonasizlar yo'q, bolalar ketuvdi. Bu gulim, endi juda ko'p odam yozadi-da menga. Redki, ko'ryapsizlar, chiroyli narsa, olaman deb yozishgan. Lekin bozor narxini taklif qilishadi. Maksimum katta taklif bo'lgan 50 ton bo'lgan menga. Mana shu giftga. Lekin men ishonasizlar yo'qmi, hozirgi kurs bilan salkam 100 tonga sotdim. Endi nima uchun sizlarga ko'rsata olmayman? Chunki u odamning profiliga, lichkasiga yozilgan narsa-da-ku. Odamning lichkalarini ko'rsatmayman. Endi kit kelganda, konkretno kit kelgan, puldor odam kelgan, sotib olib ketgan. Tamom. Ular talashmaydi ham, boshqa narsa ham qilmaydi. Chunki ular hamyoniga shundoq даже kirib ko'rsanglar ham 1000 ton turibdi. Masalan, menda yo'q uncha pul. Sразу aytaman. U katta ob'yom bo'lgani bilan ham mana u. Mana bu yerda masalan katta ob'yom bo'lgani bilan ham ob'yomda bu. Oldi sotdi qilingan общий narxasi bu. Lekin meni hamyonda buncha pul yo'q bo'lmagan ham. Sразу aytaman. Chunki o'zimga ham rasxodim bor, giftlar olish bor, sotish bor, sudimlar bor, menda ton qolmaydi. Ularda чистый turadi mana shuncha. Ular uchun mana bu pul, mana bunaqa pullar mелочь. Ular redki narsalar bo'lsa olaveradi. Nima demoqchiman bu bilan? Mana bu gift lol bo'lib ko'rsatuvdimmi, esidami? Qani u?
Bu sotilgan narsalar deydi-yu hozir. Mana Lollipop 289 tongga sotilgan Lollipop. Mana redki bo'lgani uchun, monoxrom bo'lgani uchun ketadi, tamom. Hali bu yerda bola chuqurlashsa juda ko'p. Reально. Endi hozir chista o'zi hech qanaqa tayyorgarliksiz. Просто oldim, yoqdim, ketyapman. Tamom, bor narsadan. O'zimdan to'qib tashlamoq qilganim yo'q. Bor narsani просто gapirib berdim. Nima demoqchiman? Qiziq bo'lsa, просто like, kommentga yozinglar maksimalni, obuna bo'linglar. Tamom, maksimalni ko'rsatinglar bo'ldi. Har bitta narsa haqida sizlarga konkretni chuqur videolar olib ko'rsatib beraman. Variantlar juda ko'p. Arendaga berish mumkin giftlarni. Pul to'lashlarga olish mumkin. Mana bu giftlardan tashqari username'lar haqida отдельно tema qilib beraman. Stikerlar haqida отдельно tema qilib beraman. DNS вообще boshqa tema bor-ku, u ham dahshat tema. U haqida ham gapirib beramiz. Короче, hamma narsa bo'yicha sekin-sekin gaplashib kelaveramiz. Hozircha sizlardan talab, bo'lgan talab faqat qo'llab-quvvatinglar bo'ldi. Tamom. Hammaga rahmat, omon bo'linglar.